yaşaraman insan kısmeti. Bu dünyada kandan yaşaştı, ayan bular hayat kıymeti. Bu dünyada kandan yaşaştı, ayan bular hayat kıymeti. Pakalanlık sana yar bulsun, şimdi ömrümde şadıman. Pakalanlık sana yar bulsun, şimdi ömrümde şadıman. Gel verirsen azmun hevesine, dam esrette kalmaysan. Gel verirsen azmun hevesine, dam esrette kalmaysan. Hamakat! Musulmandaçılık mı? Pulluna dolu değil mi? Balam, Ha? sen bu bir xemirden zuğuladın, onu üzmey, nemişka 12'ni üzse deyme. Hüner kılış için hüner işlettim ustam. Bu hüner emez balam, bu diye sahtılık. Balam, şunu bilişin gerek ki, hüner el duası bilen bereket tapıdı. El duası halallık, paklık üstüge yağdı balam. Şu hünerine iki kantı var deymiz. Biri halallık, yeni biri paklık balam. Kişini aldığanlık, özünü aldığanlık diyen gep var. Bunu konulan yaxşı diyen. Yelivili kılan hünerinin ömrü köte oludu. Pul yuqalsa, onu tepip öliş mümkün. Biroq, elinin nazırdan tushganda, onun qayta erishish abadiy mumkin emas, balam. Elinin işençisiga erişemeyen bilen Allah'ın işençisiga erişkili buldu iken qo'y. Qanday qilib? Mescitga chiqib. Balam, masjidga chiqishga maqsad nima? Anlasam Allah Taala bendelerge taat ibadetini farz qilib ekan qo'y. Poklik, halollik Allohga qilgan eng cho'ng ibodat, balam. Xudoning rahmati, hashamatlik masjid yoki yo'g'on sallik emas, balki fazilatli odamlarning ustiga yog'di, balam. Shundoq taqvodor kishilar borki, ular masjidga kirib Allohning gunohlarini tilab, yig'ilishdi, ko'z yosh qilishdi, tövbe qilishdi. Ammo ular masjid darvozasidan chiqiblar, hammani unutdi, butun askilikni qiladi. Ularning qilgan ibodati Xudoga qilgan ibodat emas, masjidga qilgan ibodat, balam. Qanday? Gapim to'g'rimi yo? To'g'ri. İşini qilaver. İskender, Ha buna. ne balam? Mal 120 koy, sana 20 aylık iş hakkın. O'zdirgichi. Mağına mı kaldı? Hareket, bereket etke balam. Ama kilerki ayda sel küçümesek bulmadı. Azırak ziyan çıkkandek durdu. Ziyon chiqdi. Qanchalikdi? Çıkamaz. 190 koy çıba. Bilib qoldimmi nima? Har og'inimda ozroq qasam bog'dek. İmam Akınım, yakında bayan Yusuf Navay bir haramzade oğrunu dokunaga ekilip aldı. Şu payda bolgandan buyan hazır mahallede aramçılık yok. Hele o nesi yok olan, hele bu nesi yok olan. Hey. Makul. Şuna her kaysileri bir berip, onu bir közün yok tutayken buluşsalar.
İmam Akınım, kep kaldık. Ha, kesle. Cemaat, ha, qani. Cemaat, mana mushu. Yusuf Akın ustam, nadiki bir qarını pis kelgündini dukuniga akirib olgandan beri. Ya Rabbim, bizga amallik harom bo'ldi. Qaysi bir kuni qo'shnimiz Molla qassobning o'ylisiga esib qo'ygan butun bir qo'yning go'shti yo'qolibdi ekan. Tunugin kash dukunimga kirgan xaridorning bir velosipedi yo'q. Xaloyiq, buning avvalini mendili so'ranglar, anglamagan edinglar. Mingizlik Iskandar degan mushu. Aslida to'g'risi uchirgan o'g'ri u. Mana men uning bilan bir mahallidan qaysi bir yili kechida bir ayolning oldin to'sib, "Voy bo'ldilar" demayli qo'yay. Eliq ayolning pul pichaklarini bulab qochibdi ekan. Oxir soqchilar tutibdi. Shu jinoyati uchun 3 yil turmada yetib, tex yaqindil chiqib edi. Tövbe qilma yana o'g'irlik qildi-da. Unda qo'si bu o'g'rini yana soqchiga olib beraylik. Ras, uni soqchiga olib bermasak bo'lmagidak. Assalomu alaykum jamoat. Bu yerda nima ish bo'ldi ekan? Ustam, bu zodi nima ish? Xudoning-mi, hukumatning-mi g'azabiga uchirgan bu banda tunularni napoq qilmasmi? Yo'qsu, taqsir yo'qsu. Napaklik o't ichida paklanadi. O't gunohni o'rtiguchidir taqsir. Janobi Rasululloh shunda qayd qilganki, nopaklarning qo'li tekkan halol ne'matmi haromning jumlasidandir. Shu. Ammo ulug' payg'ambarimizning muborak hadislaridan shunday durdonlam chechilgan. Allohning marhamati kengdir. Allah tövbe qilgan bandalarni gunohlarini mag'firat qilguchidir va uningga shafaat yog'dirguchidir deyilgan taqsir. Sizlar bu cho'ng qalqonni ishlatib, shogirdlarining noshoyan ishlariga soyvan bo'lmoqqa niyat qildimi, ustam? Taqsirning shogirtimni noshoyan ishlarni qildi deb ayblaydigan qandoq paket asoslari bor ekan, bir anglab baqqan bo'lsam. Molla Ro'zi qassobning o'ylisida yutgan go'sht bilan Salay ustamning do'koni oldidagi velosipedni shogirdlari o'g'irlagan gap. Yaxshi. Amsi mushtabda udul soqchi idorasiga boramizda o'g'irdan birini tutdik deymiz. Ha? Men soqchixonaga berib nemish qilgidakman. Shogirtimning o'g'irlik gunohi uchun guvohlik berdilar taqsir. Yo Parvardigor. Jamoatning gapini qilaman deb baloga qoldimmi nima? Salay ustam, Molla Ro'zi qassob. Qinisizlar. Guvohlikni sizlar bermay, men beramdikanman. Qandoq degan gap bu? Balam, ne bo'ldi? Ustam, endi men ketay. Nima ishqa? Mening qo'lim tekkan nonni hech kim olmag'idek. Balam, non shunchalik ulug'ki, u hech qanday odamning dasturxonidan tushib qolgan emas. Qo'pa balam, tunovish chiq. Dabxonni och. Amsi nonni men o'zim yoqay. Habballi. Hamisha mushundaq himmatli bo'l balam. Ma'qul. Amsa tononing havosini o'zing taqasha. Hozir. Ma'qul. Qara, mana bundoq chechsa. Mana bundoq. Ko'rdingmi? Chechamdi. Yaxshi. To'xta, bo'ldi. Yana ozroq turaylik. Yana ozroq checha ozroq. Belli. Tekshi.
to'g'ri. To'xta. Endi tashaldi. Avsi, mana shunday qiladi juma. Bo'ldi, endi nonni yap. To'xtab tur. To'xta, aka gazini. Mana qara, mana bundaq. Ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Mana, ko'ryapsizmi? Mana bundaq yapsan. Ko'rib oldingmi? Ala. Voy yo'q, undaq shaloq urma. Qo'lingni akab chasanglar bo'ladi. Bo'lmasa nonning o'zi tutmaydi. Ura-chi, ura. Kuyotamda qo'lang. Nonni tuz sol. Tuz sol, Boya deganlarim esingdimi? Esimda. Yapa. Balle. Yaxshi. Voy. Nima bo'ldi? Ishchi. Knop qalasan. Navoiylik asli shundoq kesibganda nonni yeyish huzurliq, ammo uni tayyorlash qiyin ekan. Molla Ro'zi qassobning o'ylisida yutgan go'sht bilan Salay ustamning do'koni oldidagi velosipedni shogirdlari o'g'irlagan gap. Nadiki bir qarnıpız kelgindini do'koniga akirib olgandan beri. Ya Rabbim, bizga amonlik harom bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi bola? Keldim. Men seni yana birdan uxlab olsin deb o'q atmayman mangan. Men qilay ustam. Ma'qul. Belli. Xemirga shundoq bakrak ishlasang, meni yeyishlik, mezlik shundoq tamlik bo'ladi bolam. To'xta. Ishla. Shunda qilaylik. Ularning meni pek o'xshaydi. Voy. Bizning Iskandar-ku bu. Bu yerda yuriysan-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Usta, bu sizning shogirdlarimi? Shundoq, meni shogirdim. Umi hozir ustun havo yo'q qoldi. Do'konnimi o'z qo'liga oldi desalar. Shundaqmi? Obdan bo'pti. Mana bu ishning yo'li, Bu mening o'quvchim edi. Shug'unisi oliy maktabga o'tmay qolgan. Endi qo'yma obdan bo'pti, ustam. Iskandar, qarag'ina, qanchalik odam qo'lingga qarab turadi. Mana bu elga ko'rsatgan himmatingning e'tibori. To'g'ri dedilar. To'g'ri dedilar. Kelinglar. Akab qo'yning go'shti yaqqan samsa. Kelinglar. Samsayanglar, kelinglar. Samsayanglar. Ma'qul. Turasizlar, ha?
Bundan ahli. Samsını makça getipsina. Bundan kısan samsını kim aladı ha? İçine girişme bana. Bana. Ana. İskender! O İskender! Ulan buraya çıkar. Tuşukna bile. Bununla ha. Buna. Bana tüy bana. Kırvet. Assalomu alaykum usta. Va alaykum assalom. Bosh pulini topshirib o'tgan bo'lsalar. Ukam, hozir bajdolashga ozroq pul kam qildi o'xshaydi. Shuna men aytdi. Meni qiladigan boshqa ish yo'q damla. Ati bir kun avar bo'lib qashlarga kelamdiman. Pul tepang desa, jondab yuguraysizlar. Bosh to'lashdan qochisizlar. Yo'qsa, ukam, yo'qsa. Bajdolash har bir fuqaroning davlat oldidagi o'tash tegishli qonuniy burchi. Burundan tortib, tafovutli munosib bojni men o'z vaqtida topshirib kelganman. Mushiqinda men Iskandarni o'ylab qo'yay deb ozroq pulni g'amlab bankka hisob o'tganman. Hozir bankini taqamatda tanafkan. Shunga men aytichilik shu pulni elib, o'zimla qishingizga olib bersam, shunga bugunchi bir Bo'ldi. Bir do'konni tugmandek cho'g'iltayotgan odam bosh to'ligidek pulim yo'q desa, bu qanlashmaydi. Agar bosh to'ligidek pullar bo'lmasa, o'tni yerim qilib bo'lsin to'layasizlar. Ma'qul. Chechilmang ukam. Men barni berib turay. Birinci bir tahrik qilsa ekan. Bularning hunari hozir ahmay, do'konni kazatlashib ketayotganda boshqa to'ligidek nada pul deysiz, ha? Mana pul. Bu kunlarda kimning bozorning kasatligi el jamoatga aytayan. Talon yezivering. Mana ukam, bo'sh tursangiz, quyruqni silatmay o'tib ketmoqchi bo'lgan ekanda bular, ha? Hukumatning oldida soxtalik oqmaydi. Nima? Soxtalik oqmaydi? Undaqda, bundaq oliy haqiqatni bilasiz-yu. Nemishqi qiymiga kalining qirindi go'shtini aralashtirib, aka qo'yning go'shti etilgan samsa deb sotasiz. O'tganda shogirdingizni nemishqi samsning yuzini maqchaytib deb, do'kon ishida surtoqa qilib atdingiz-ku. Buning hammasi soxtalik uchun emasmi? Qanamiz do'koningiz kashini to'g'rilab oling. Ummatin yaxsiz, tinimni totchimi? Xo'sh, yaxshi. Ma'qul, xo'sh. Balam, bayaq to'lagan pul o'zingning ish haqqi ham ishingga pulomiti balam. Ha, shundoq. Jenim balam. Kirpikdagi bir tomchi yoshga o'xshar amal inson qismati. Kirpikdagi bir tomchi yoshga o'xshar amal inson qismati. Bu dunyoda qandoq yashashni ayon bular hayot bu dünyada qandoq yashashni ayon bular
Patalanlık sana yar bulsun. Şu ömrümde şadıma. Gel verirsen olsun hevesle. Dam esrette kalırsan. Gel verirsen olsun hevesle. Dam esrette kalırsan. Kirpikteki bir damcı yaşma okşar aman insan kısmeti. Bu dünyada kandan yaşaştı. Ayandılar hayat kıymeti. Bu dünyada kandan yaşaştı. Ayandılar hayat kıymeti. Patalanlık sana yar bulsun. Şu ömrümde şadıma. Patalanlık sana yar bulsun. Şu ömrümde şadıma. Gel verirsen olsun hevesle. Dam esrette kalırsan. Gel verirsen olsun hevesle. Dam esrette kalırsan. Ustam, sizlarga mushundoq halol kasb bilan shug'ullanishni kim o'rgatgan? Dadam. Navoiyliknimi dadalar o'rgatganmi? Ustam, mushundoq halol kasb bilan shug'ullanaman deb jafo tortqicha boshqa osonroq bir ish qilsa bo'lmasmidi? O şu. Emma men dadamga ömür boyu navoiylik qilaman deb qasam qilganman. Nemishga? Nemishqa dedingmi? Ha. Yoshligimdagi bosiqlik, keyingi azob meni mushunda qasam qilishga majbur qilgan. Mening dadam to'limi yaxshi odam edi. Ahrini bilsam, uyda faqat dadam ikkimiz bor edik. Dadamning deb berishicha, onam kezib ketdi bilan vafot bo'lib ketibdi ekan. Dadam meni ona mehriga qanolmadi deb 12-13 yoshimgacha bo'yniga mindirib o'yintib yurganini bilaman. Oy, oy, don don don, don don don, don don don. Balam, sana bazağı verip bir narsa ep vereyim, ha? Ma'qul. Yürü. Çay içe balam. Ustam, navattın ben size. Ha, balam navat ep vereydim la. Aman. Tut balam. Al. Ben size ustam. Ha, şkala. Hoş emin. Ha, köptür ala.
Dadam ustun hava idi. Ertedin keşkiçe kuyup pişip tinmay naya qattı. Qara balam, mana bu şu g'alla sandığı öz vaqtida dadamdan qolgan tabarak. Dada voy, bana pul bera, pul bera. Ha balam, pul lazım mı? Onda hosu halledin özün alıp al. Benim barımda oynayıp al balam. Al ya balam, özün al ya, al ya. Ha, oyna balam. Keyincha og'inlarim bilan qima o'ynashni o'rganib oldim. Ammo tutqunimdan tutturg'unim ko'p bo'ladi. Bundaq chog'larda dadamdan pul so'rash xizli bo'lib, ma'zik qo'shni qulimlarning to'q kaptalarini, chorvalarini, bog'lariga kirib, urik olmonlarini o'g'irlaydim. Nereye kere? To. Umi yetishmay, dadamning ko'zini g'alat qilib, g'allidik pulni o'g'irlaydi. 20 yoshga kirgan chig'imda shahar bo'yicha do'ka qimavaz ham ko'tamika bo'lib qoldi. Gohida omadim shundoq kelib ketadiki, tavkar butun qimavazlarni qoqsan ham qilib o'tdim. Ha, attım bana. Atmamsa. Bo'la, Bana bana. Attım. Ha, bo'ldi, kelmadi. Kelmadi. Bir saat yaptım. İkramizden beraber. Tekrar. Geldi. Hey. Nima deysa? Nima? Aka. Oyna tutur. Oya. Az gap qilib, chiqim. Qanda. Naq shu kunlarda Abdukerim Cho'loq degan bir qilar qima o'ynab qoldi. Anglasam, u bir qatimliq qimani tuttirib o'tib, o'ng qo'lini barmog'ini qimaga tutib berib, andi tez qutulgan ekan. Shu qatim qimada mening ta'lim kelib, Abdukerim Cho'loqdan 100 tanga tutib oldi. Cemşit. Geldi. Mana keldi. Bama. Bana. Gittik. Ha, aka. Amca. Bana. Hemen çıktın ha? Gittik. To'xta aka. Ha, qara. Ha, aka. Ha. Bama. Ha, bama. Ha, nimani tutding? Isap ha? Buni otdim. Ha, chiqamansan? Ha, chiqolmamiz 100 tangani. Otanuska. Bu da kıtep bir Ne olsa? Ben etini cayat vereyim. Makul mu? Ağzını çıkarma, Etini cayat vereyim. Sana yakmağını istiyorum da. Kuma. Oyum kamu da kuma. Oyum İşte. Vay canım. Vay kulum. Vay kulum. Vay can. Arkası dostum hani. Ben böyle oynayıp kazı kalsam parmağını var işte.
oğlum. Değil mi bu? 100 tenge. Neme? Yeni kımar oynap sende. Emdi bu oyununu koy balam. Sen çoğun oldun, hünürümünü ügen. Kişiye pul dost emez. Hüner dost. Hünerini özünge yar tutsan, dünyada hiç kaçan har olmaysan. Ha, hünürün ögünümen dep. Tiriktirip dozak uzup kesen bulam da? İtala. Ha, mana. Mana. Ekle. Mana. Adaşı, çoto hemen çoto. Mana la. Kim anı? Mana. Mana. Attı. Bakara. Mana. Hetkan. Hey. Usta kırıp dur ha. Mana. Tuma. Attı bırak. Attı. Tekkan. Mana. Allah Ahmet oldu ya. Gel. Tekkan. Mana. Hocam, ekegen puldan emmin usturuvetler yeni bağımı ya. Allah, ben pula gire ya. Ha, baldırak kilesile. Ha, oyna verile ya. Oyna vereyle. Oyna ha. Dede, pul vere bana pul. Pul vere. Bana pul ver deyim ben. Bana pul ver. 50 tenge yok 100 tenge verirse. Ben vereceğim balam. Ağzını vereyim kapışmaya. Ağzını Peylandı vereyim. yan obdan balam. Ben hemmeni birey. Hemmeni birey peylandı yan. Canım balam. Pul Peylandı vermem, yan. aldım ben. Olaya balam. Güzel aldım ha. Hemmeni al balam. Ha. Men Abdikerim Çolak'ın öyle gelsem, tavkadikiler mağalı qarab oltırışkan eken. Bir etiş bilallah, ekegen pullarımdan hemmini uttirip ettim. Amma her nimi oğan bilen bu sorundan peşva egen xorazda çıkıp ketişke telviligim yol koymadı. Nesiga da otikiştik. Lekin tüzükkini uşuq etişmayla 300 tenge uttirip koydu. Ben geldim. Hem de pişmemse. Bana pul.
Mana. Ha. Ha. Tikir qalla bamo. Ha. Çocuğu tikişmez sevanda. Hadi mana. Çocuğu tik. Oğlum. Mana tikip oldu. Asım ha. Mana. Tekka. Ha. Bunda. Gez göneyme kanda. Kaç tikse? 300 tenge. 300 tenge. Mana. Yarısımın hamısı tekka. 300 tengeni çıkar ha. Çıkamam ki. Ben uçam çıkamam la. Ulan Reysa uyanacak tügümedi. Hey, tolu kapışıma 300 tengini çıkarava adaş. Ha. Belgili pulun yok. Acep kipini yugan bu senin. Ulan Reysa kımayacak tügümedi. Yanında kulağımı ayrı koymadık ya. Yıkım çongu. Nimdeyse? Nimdeyse? Ha? Kilişmemse? Uçam olsa çıkar ha kına. Ha? Yakış. Vay! Ne uçluklamsa? Ha? Ay, bırakırlar. Bunu kes olayı bunu. Bunu kes olayı bunu. Üstten gidip vereyim. Toktala. Bununla özden bir el salay. Yak aka. Onda kama. Bu çok kolay. Toktala. Bu eskiden. Senin iki yüzde. Bunu kes olayı. Pamukunu kesip bak. Özden bir el salay. Toktala. Baldırım. Dada. Baldırım. Onda kamala. Bu pul ne? Oğlumun orunda bana men töley. Her kandak cazani men üstün kalay. Lekin oğlumga ziyan zahmet yetip kalmasın. Gapga asılıp 300 tengini oturup taşlasa? Ah taşlısa. Ma'qul, men töley. Etla beri ötey. Stop! Ertegi saklap turamaymiz. Hazırını özür verse. Hazırlık çıkarsa. Hazır yok idi. Muşerem el salaydı. Bunda kımala. Bunda kımala. Mağarayım kılala. Bunda kımala. Selim, Oy. İstanbul diye. Öldüm bana. Voy bedbaxt. Doğru tümigen. Hem de kazan kağam edi. Ha? Seni mi adam değil bulamdı? Seni çaldı kesak kılıp öldürüş gerek. Münafık. Ben koncilikке uyku kalkan şaşkanda tügülüp, şümşeyip öyge kirdim. Dadam kan üstünde yetipti. Kolu kılan ornağı köydürülgen paktı besli alığını köydüm de çöçüp kettim. Huda. Dada. Xuda şükür ey oğlum. Sağ salamet gelsen.
Oğlum, kirib dadangdan gunohingni tilab rozilik elib ol. Uning roziliqisiz Allohmi gunohingdan o'tmaydi. Dadang endi uzun yaşayamaydigan o'xshaydi. Oxiratlik ishlarga tayyorlik qilib qo'y. Xo'sh, men ketay. Dadam. Dadam. Dada. Canım dada. Sen beni kızlık kurçağımdan dağıtıp vakti içinde ot saklagandık. Bak. Ağırdan soğuklarda bana illik bakış etken. Sen özüm yemesen yemeyin. Lekin başkalar yemegenle bana yiyizip çok kılan edim. Bugün eline nepirdi. Sana azaplarını hallarımda aklımı taptım. Ciddi taptım. Ben tövbe kıldım dedi. Fakat sen razı olsanlar. Bundan sen buyurgan her kadar işini kılışka. Razı ben dedi. Hatta ölüş gibi razı ben cin dedi. Navaylık kıpma. Ha? Bu şeylerine kısa razı bulam sen dedi. Elbette razı bulayım balam. Lan, paklık, halallık. Elin razılığı, mana şunu aldın balam. El razı, at razı, handı, huda. Dada, 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 Amin. Allahu Ekber. Qandoq qilding? Dadangdan gunohlaringni tiladingmi? Tiladim. Lekin dadam Demak, dadang sana rozilik bermabdi-da. Men dadangning cho'qim shundoq qiladiganligini biletdim. Oldi bilan elning roziligini ol. Shundoq qil. Eldan gunohlaringni tila. Dadangning yaxshi bolasi bo'lamagan eding. Endi elning yaxshi bolasi bo'lishni, elga himmat ko'rsatishni o'rgan. dada. Qasam qilamanki Allah'ın namı bilen aldığını qasam qilaman dada. Halal süt ve pak tuproqdan tutilgan jismimni gunohdan xalos qilish uchun o'tni ichida bir ömür ko'ymoqchiman dada. Bu mening baxtim, azobim. Men ana shu baxtli azob ichidan poklik, halollikni, gunohimdan o'tgan elning roziligini izlayman jinim dada.
Ah Xudo! Gunohimni Ah Xudo! Nima degan ichinishliq a? Shu ishlarni o'ylasamlar, ichimdan o'rtinib ketaman. Men atdiganda do'konga bordim. Xamirni shugrib etib, to'nirga o't yoqdi. To'nirdagi lavildab kuyayotgan o't to'nirni emas, vujudimni o'rtab ko'ydirgandek qiladi. Mana shu o't toki hozirgacha o'chgani yo'q. 40 yildan beri o'chgani yo'q. Shuningdan keyin jamoat gunohlardan o'tdimi? Bilmedim. Ehtimal günahlarımdan ötkendi. Ama ben özümni asla keçirip bakmadım. Mening ömür hayat navaylık kılış qasam qilganimdan yana bir sebebim var. Men dadamning oldida qilgan aşı günahlarım üçün u dunyoda emas, bu dunyodami tegishli jazoimni tortishni niyat qildim. Undaq silning yashab o'tgan butkul umrlari vijdoniy azobning dahshatli jazosi bilan to'lgan ekanda. Yo'q. Men o jazoni dadamning menga bo'lgan otaliq mehr muhabbatining tortiqi deb bilaman. Mening dadamning vafotidan keyingi qilgan jimi ishlarim ana shu muhabbat uchun. Shuningdan keyin birasi bilan urushib baqlimi? Urushmamdiga. Urushdim. Urushqandimi ilgirigidan battarroq urushdim. Bir qatam bundan 3 yil ilgari bir yigitni ikki mush urib qo'ygandi. Bu mehr muhabbat uchun bo'lganmidi? Albatta. Dadam menga miras qilib qoldirgan poklik va halollik muhabbati uchun bo'lgan. Lekin opam vafot bo'lish oldida menga hech qanday miras qoldirmabdi ekan. Bu nima deganing bolam? Opang sening yumran jismingni o'z vujudida tirildirdi. Mana bu muhabbatning xosiyati emasmi? U seni tuproq ustiga tug'di. Sabab tuproqqa o'xshash pok bo'lsin deb. Opang seni sut bilan eg'izlantirdi. Sening rizqing halol bo'lsin deb. Anang seni o'zining illiq bag'rida isitdi bolam. Yo'q. Isitmadi, balki o'z vujudidagi fazilat va ulug'likni sana ato qildi. Mana bu sen uchun cho'ng miras. O'g'lim. Bu farzand uchun shundoq cheksiz boyliqki, uni cho'nqur yer qatlamlardimi, javohir kallardimi qazib olish mumkin emas. Faqat uningga ota va onaning mehrli qalb xazinasidan erish mumkin. Ana be. Söyle. Bo'ldi. Ana. Ustam.
İçi asla. Kile balam. Yine diyet. Birden baramal. Üzerinin ahvalini ben obdan bilemem. Ben pişip kalkan kokun. Ben oylap baktım. Ötken gönlümün hemmisini oylap baktım. Kılan aşk günahlarını yuş için bütün ömrümden yetişmedi Allah'ını hissip kaldım. Usta, el cemaatçılığı razı ol. Balam, meni davatqınım. Günahlarımdan yürükümde ornap kalgan aşu deği. Öşmez esirdi. Tonları üstüde oldurup yalqıllıq ot arisinden ahir kınallarımını soyup çıkarsam andın Allah'a öz amanatımı tapşırırsam andın meyledi. Balam xemir paklık ve halallıkның koşunusudur. Ama ot içiden nan isimlik şundak bir ulug ve pak bir möcüzat yarılıp çıkıdı ki o ulugluk ve paklıkta en yüksektir balam. Şuna ben tonarına ot yalqınıdın bəhri alaman balam. Lezzet, rahat geçirmemen balam. Ben her qetim tonur beşiden daha yakışıklı oturğunumda günahlarımın yürügümle azaplaştırdığını halas bulumen balam. Bilgen sen, ot menem, yürügüm, ruhim, hayatım. Aşı otla ölçmesligini ve bana ahirette mi cennette huzurunu bəxş etip lavuldap duruşunu niyet kılıp aşı dukanını balam sana biraz kaldırdım. Nima? O dükkanda rastına mı miras kaldırırlar mı? Elbette. Ben bu doğruluk. Burulla. Muş kararık gelgen. Yok. Ben bu dükkanga varis buluşqa layık emas. Sizlar mening kim ekanligimni bilmaylar. Agar kimligimni bilgan bo'lsa, herkes dükkanga yo'latmagan bo'lardilar. Men xelidan beri sizni aldab keldim. Men asli bir lükçek, o'g'ri. Men hatto sizlarni Bo'ldi so'zlama bolam. Ben senin hamma ishini bilaman. Ustam, aşı günahlarımni bilib turib yana nima meni shogirdlikka qabul qildilar? Ben seni yama yo'lga kirib qolmasin deb shogirdlikka qabul qildim bolam. Biroq men sizga shogird bo'lib kirgandan keyin nima qilganlarimni bilmaylar ustam. Bilemem. Neymiş ki bilmekteysem. Sen benim halil sandığımdan pul ele aldın. 190 koy pulunu ele aldım. Yeni köpünün astı kıstırıp koygan pulunu ele aldım. Yeni ele kodunun son küsüdeki 300 koy pulunu ele aldım. Ustam,
Bu işlarning hammasini bilib turib, yana nimishqa yuzimga sanmayla. Balam, napak vücudungni baklıkka aylandırdıgan aşu otning hisletiga işin ettim balam. Ustam, sizlar mening bu gunohlarimni yuvib, yaxshi odam bo'lishimga ishonadilar. Albatta balam. Ustam, menga ishonsizlar. Sizlar tomirga yoqqan aşu o'tni menga o'chirmaslikka, shundoqla aşu o'tning haroratidan o'zimning barliq gunohlarimni yuvishga qasam qilaman. Ustam, menga ishonsizlar. Ustam. Doktor! Ustam. Doktor! Ustam! Cemaat, ustam tanıgarak kişitti. Ah ko'ngil, mehribon, saxovatlik jamoatning hurmatiga erishgan obdan odam edi. Obdan adam edi. Amin. Allahu Ekber. Yusuf'un ustam obdan adam edi. O namaz taptı. Endi o bana şagirt bolası. Oynayıp bakası. Hey. Amin. Meni ko'rib turib otamsan, jinim apa.
endi aldımga kucak açıp yugurib keldigan vaqtlarim kelmez gitti canım apa. Endi seni görsem herkes silkişlemey canım apa deb kucaklaydım. Ayağımda yıkılıp durup barlıq günahlarımni tileyttim apa. Mübarek kollarımla tutup durup mağzını süyettim apa. Apa, canım apa. Sen endi hatırcam bol. Çünkü oğlumu acayip bir ateş tavlap yeni baştın. Yeni baştın. Bir adam kıp çıktı. O ot asmandan düşken çakmak mı emas? Şumdallarının dehşetlik yalqınları mı emas? Belki bir adamın yürüyü apa. Sen hatırcam bol apa. Çünkü senin oğlun insani pezilet, halal emgek ve özünün kan teri bilen bu dünyada bəxtlik yaşaydı apa. Bana acayip himmet gösterken aşı kişinin kimliğini bilemsen apa. O halis niyet kişi, evliya süper, zat, o içindeki adam. Amin. Allahu Ekber. Kirpikteki bir damcı yaşqa okşar aman insan kısmeti. Kirpikteki bir damcı yaşqa okşar aman